Yo'laklar ichida izlab topganim Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Tabriklar va tilaklar loyihasining doimiy kuzatuvchilari, studiya mikrofon qarshisida boshlovchingiz men Gulandon. Bugun o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni samimiy muborakbod etib qolamiz. Fursatdan foydalanib bizga kelib tushgan tabrik xatlarini ham o'z egalariga yetkazishda davom etamiz. Zero sizning quvonchingiz bizning shodligimizdir. Assalomu alaykum. Ruxshonaxon bilan bog'landikmi? Yaxshimisiz, sog'misiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ayni damda sizni tabriklar va tilaklar loyihasidan bezovta qilib turibman. Ushbu loyihaning boshlovchisi Gulandon bilan muloqotda bo'lmoqdasiz. Bugungi go'zal kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Alloh umringizga, rizqingizga baraka bersin. Qarshi olayotgan yangi yoshingiz fayzli, omadli va barakali ketsin ilohim. Arziysiz. Nima deb o'ylaysiz Ruxshonaxon, bugungi tavallud ayyomingiz munosabati bilan bizning loyihamizga siz uchun qaysi bir yaqin insonlaringiz murojaat qilib, chiroyli, samimiy, dil izhorlar, tabrik xatlar yozib qoldirgan bo'lishlari mumkin? Mashalloh, juda ham to'g'ri topdingiz. Bugun bizning loyihamizga siz uchun onajoningiz Maya ona, akangiz Anvar, ukangiz Shahzod, turmush o'rtog'ingiz Jahongir, qaynotangiz, o'g'lingiz Shohjahon, xollaringiz Ma'suma, Oygul, tog'alaringiz Umid, Ulfat, Aziz va barcha jiyanlaringiz nomidan onajoningiz, ya'ni ayajoningiz Orzugul opa bizga murojaat qilganlar siz uchun. Mumkin bo'lsa, birozgina qimmatli vaqtingizni olgan holda onajoningizdan kelgan chiroyli, samimiy dilnomalarni, tabrik xatlarini sizga o'qib eshittirsam. Mayli, xo'p. Tashakkur, umringiz ziyoda bo'lsin. Assalomu alaykum, men uchun mehribon, go'zal, ko'zimni nuri bo'lgan qizalog'im. Bugun sen dunyoga kelgan eng baxtli kun. Aynan shu kun mening hayotim ham butunlay o'zgargan, yuragimga eng katta quvonch, eng pok sevgi kirib kelgan kun edi. Sen mening hayotimning ma'nosi, har bir kunimning sababi, yuragimning eng nozik va eng qimmat bo'lagi bo'lib qolding. Qizim, seni birinchi marta bag'rimga olganimda his qilgan tuyg'ularimni hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydi. O'sha lahzada men ona bo'lish baxtini, mas'uliyatini va eng muhimi cheksiz sevgini his qilganman. Sen ulg'aygan sari esa mehr yanada oshib bordi. Sening har bir kulging mening eng katta baxtim, har bir qadaming, har bir yutug'ing mening faxrim. Ba'zan hayotda qiyinchiliklar bo'lsa ham bilib qo'y, onang doimo sening yoningda. Men seni doimo qo'llab-quvvatlayman, senga ishonaman va har doim seni duo qilaman. Senga tilagim shuki, hayoting doimo yorug' bo'lsin, yo'lingni faqat yaxshi insonlar bezasin, yuragingda doimo ezgulik, mehr va ishonch bo'lsin, orzularing katta bo'lsin va ularning barchasini birma-bir amalga oshsin. Sog'lig'ing mustahkam, baxting esa doimiy bo'lsin. Oilangdan fayz va baraka hech qachon arimasin. Uylaring doimo tinch va baxtga to'lsin. Nabiramni rohatini ko'rib, uning yutug'iga, baxtiga guvoh bo'lib yur. Umringning har bir kuni quvonch va shukronalik bilan o'tsin. Qizalog'im, hech qachon o'zingni yolg'iz his qilma. Qayerda bo'lma, nima ish qilma, men seni doimo yaxshi ko'raman, o'ylayman va duo qilaman deb yozib qoldiribdilar. Ajoyib she'rlari ham bor ekan siz uchun. Qizim, qoshing bilan ko'zing meniki, goh shirin, goh achchiq so'zing meniki, shukrona aytaman boringga takror, yaxshimi, yomonmi, o'zing meniki. Umidim g'unchasi sensan jon bolam, orzuyim gulchasi sensan jon bolam, hayotdan ilinjim bor mening illo, ilinjim ilinji sensan jon bolam. Qizim, suyanganda tog'im bo'lsang bas, ishonganim mening bog'im bo'lsang bas, umrim omonatdir, aytsam aytmasam, ortdagi shamchirog'im jonim bo'lsang bas. Mana shunaqangi chiroyli dil izhorlariga, tabrik xatlariga she'rlar bilan yakun yasabdilar. Sizni ham ularga aytar tilaklaringiz, tashakkurlaringiz bo'lsa, marhamat, bemalol bildirishingiz mumkin. Rahmat katta hammalariga. Ilohim aytganingiz kelsin. Siz ham baxtlariga doimo sog' salomat bo'ling, hamisha ularni mehrida, e'tiborda bo'lib yuravering. Bugungi kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Bugungi kuningizni yaxshi o'tkazing.
Yana bir bor rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Tashakkur. Xo'p. Loyihamiz so'ngida ajoyib tarona siz uchun. Bugungi kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaqinlar baxtiga hamisha omon bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Bizdan uzoqlashmang. Keyingi tabrik aynan siz tomon bo'lishi mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling. Seni oson topmadim qizim.